Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizdan kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Sabzavot City'da joylashgan 4 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadratni tashkil qiladi. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan. Podol birinchi va ikkinchi qavat. Xonalarning soni 6 ta. Kattagina joy zelyoniy zona uchun ajratilgan. Hovliga kirish uchun alohida darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. Darvozaxonadan kirganimizda navesi tagida 3 ta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. 24 soat qorovullanadigan territoriyada bir nechta kottej tushgan. Shundan bittasini video obzorini qilib beramiz. Bu joylarda o'zi sotiladigan uylar asosan qolmagan. Qo'shni devorlar 2 metr tashlab imorat ko'tarilgan. Endi uy ichiga kiramiz, planirovkalari bilan tanishib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, kattagina joy zelyoniy zona uchun ajratilgan. Mana shunaqa keng hovli olmoqchi bo'lganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Uy ichiga kirib kelamiz. Birinchi qavatda oshxona, hol, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va sanuzel joylashgan. Uyga kirishimiz bilan o'ng tarafimizda hol bor. Mana shunaqa ko'rinishda holdan o'tib zalga kiriladi. Zalning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Patologlarning balandligi 3,5 metr. Ikkita katta oynalar o'rnatilgan, tabiiy yorug'lik yaxshi tushib turadi. Devorlariga ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, atachentali ishlatilgan. Va uyga kirishimiz bilan chap tarafimizda oshxona joylashgan. Oshxonaning ko'rinishi. Bu joyda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Razmeri 4 ga 4. Birinchi qavat uchun umumiy sanuzel. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta yotoqxona va 2 ta sanuzel joylashgan. Koridor orqali balkon qismiga o'tsa bo'ladi. Mana bu joyda balkon joylashgan. Yon atrofda hammasi yangi katta uchastka tushgan. Kottejning garaji. Bu joyda bolalar uchun ajratilgan yotoqxona razmeri 4 ga 4,5. Buni ro'parasida yana bitta xuddi shu razmerda bolalar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. 5 ga 4 razmerda yana bitta kattaroq xona bor. Mana ko'rsatayotgan xonamiz. Bu xonani ikkinchi qavat uchun zal sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Bu joyda 4,5 ga 4 razmerda yotoqxona va alohida ichida o'zini sanuzel joylashgan. Bu sanuzellardan bittasi yotoqxonaning ichida joylashgan va bu joyda ikkinchi qavat uchun umumiy sanuzel bor. Chiroyli bo'lgan, shu sababdan joyini ko'rsatib olmadik. Endi imoratning podol qismiga tushamiz. Podolda 3 ta xona joylashgan, bittasi yaxlit xona, mana shu ko'rsatayotgan joyimiz va bitta xona kotelniy uchun ajratilgan. Yana bitta xona bolalar uchun igrovoy zal sifatida yoki bo'lmasa namashning kinoteatri uchun mo'ljallangan xona. Xona katta, razmeri 6 ga 4 va bu joyda kotelniy joylashgan. Kotelniyni ko'rishda suv uchun filtr, boiler o'rnatilgan, ro'konturli kotel, vodiynoy nasos va bu eshik orqali hovliga chiqiladi. Bu ko'rsatgan uyimiz Sabzavot City'da joylashgan 4 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 300 kvadrat, xonalarning soni 6 ta. 3 ta qavatdan iborat bo'lgan bino ko'tarilgan podol, birinchi va ikkinchi qavat. 24 soat qorovullanadigan territoriyadan uy olmoqchi bo'lganlar ko'rsatilgan telefon raqamiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bu uy narxini opisiyaniyada yozib qoldiramiz.